Mana bitta 500 so'm to'layman deb shu 2 soatdan bo'lib 1 soatdan bo'lib o'tirmashyapti. Oldin olmaysiz. Maqsad ishlamaydi to'g'ri. 2 soatlab kutamiz. Ba'zan 3 soatlab kutamiz. Birinchi marta emas, bir yildan beri kelaman, o'ylab qo'yganmiz, soatlab kutamiz. Nima yaxshi ishlash Ochiq bo'lsin, shuni yetkazinglar, o'sha mahalla bankiri orqali hamma ma'lumotni pastgacha tushirib beringlar, mahallagacha. Shundan stoyankadan boshlanadi. Bu yerda mana patta bermagansiz, demak naqdga kelishib qilingan, tushunyapsiz? Umuman tuman bo'yicha qayerda bo'sh ish o'rinlari borligi, u xususiy bo'ladimi, xususiy bo'lmaydimi, shu tizimni qilsak bo'ladimi tuman? Shuni bir onlayn platforma qilsak, ishga joylashgan paytiga platformaga ko'rinsa, ishdan ketgani ham byuroning kiritsa o'sha platformaga ko'rinib tursa, ish o'rinlari ham bizga oynadek ko'rinib turadi. Shu o'zimizdagi deputat beradigan joyni kompyuterni bizlar bilan birga integratsiya qilib beringlar dedim. O'sha aytdilar, shu kompyuter hozir berildiki, birinchi shunga beramiz. Haqiqatan ham raqamlashtirishga e'tibor qaratsak ko'p ishimiz shunga bo'ladi. Bir 250 taga yaqin kamera shu mahallani o'zida qo'yildi. Oddiy bir holatlarda fuqaro yordamga chaqirilsa, zudlik bilan reaksiya berish uchun hamma choralarni ko'ryapmiz. Ko'chaga qo'yishga, bog'chaga sizlar uydan chiqmasdan turib, ma'lumotni yozib, eshikdan odam kamaydi. Aloqa yaxshi emas-ku. Shuning uchun multfilm haqida ma'lumot berilgan bo'ladi. Bekorlar ko'radi nimasi? Faqat endi o'zbekcha saytdan kirish aloqalar Somsa degandan keyin somsa tayyorlashga sharoiti bo'lish kerak edi. Bo'lmasam chiqarib tashlash kerak minimumdan. Hozir harakat qilamiz, kitoblarni o'qib o'quv jarayonlariga, ta'lim sifatiga e'tiborni qaratganmiz. Xudo xohlasa, uni ham joyiga qo'yib beramiz. Tuman bo'yicha. Yo'qmi boshqa shartnomangiz yo'qmi? Tender bo'yicha. Hammasi ana shu.